Ya'ni bunaqa bemorlarga ham dorilardan ta'sir qilmasa, keyinchalik implant, ya'ni fallop protezini qilishga to'g'ri keladi. Sizda agar jinsiy aloqa vaqtida emas, shuni kechasi turmayotgan bo'lsa, balkim u turishi shart emas. Jinsiy holatda ereksiyani o'zini fazasi bor. Bir xil odamlar kechqurun uxlaganda ham turishi mumkin, bir xil ertalab turmasligi ham mumkin. Lekin bu narsa jinsiy aloqa vaqtida muammo keltirmayotgan bo'lsa, ya'ni siz kechqurun soat ertalab turyapti, turganingizda 6 da turmayapti, lekin 12 da tam yo 10 da jinsiy aloqa qilganingizda turyapti, bu muammo emas. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan diplomatli vrach-urolog-androlog, xirurg-urolog, vrach-ultraskuy diagnostika Erkinjon Yo'ldoshev. Hurmatli obunachilar, bugun yana sizlar savollaringizga javob beramiz. Savollaring nimada kelgan? YouTube'da mana kommentariyada qo'yibsizlar. Mana bir kishi Big Lift degan Muzaffarbek nega ertalab raketa bo'ladi, kechasi turmaydi debdi. Yana bir kishi ko'p gapirmasdan davosini ayting debdi. Boriga shukr qilinglar debdi. Ya'ni endi asosiy savolga o'tadigan bo'lsak, demak, birinchisi, nega ertalab raketa bo'ladi, kechasi turmaydi? Lekin ertalab qanday raketa bo'ladi? Misol, siz agar ertalab jinsiy holat yaxshi turyapti, lekin kechqurun jinsiy aloqa oilangiz bilan qilganingizda turmayaptimi? Bu demak, siz erektilniy disfunksiya, jinsiy zaiflik. Buni davolash kerak. Agar umuman kechasi turmayotgan bo'lsa, ya'ni sizda jinsiy aloqa doimiy bo'lib turib ham turmayotgan bo'lsa, bu juda muammo, jiddiy muammo. Ya'ni bunaqa bemorlarga ham dorilardan ta'sir qilmasa, keyinchalik implant, ya'ni fallop protezini qilishga to'g'ri keladi. Lekin sizda ko'plarda shunday nima deydi? Dorilarni ham yozasiz, bemorlarga aytasizki, mana shu dorini ichgin va jinsiy aloqa doimiy ravishda qilgin. Va shundagina senga yordam beradi desa, dorini ichadi. Menda deydi, jinsiy holat deydi, uncha ertalab turdi, keyin qolgan paytlar turmadi. Siz yaqinlik qilib ko'rdingizmi desa, yo'q, men yaqinlik qilmadim deydi. Qanday bo'lasiz? Ya'ni siz bir mashinada qanaqaligini bilishlik uchun unga minib ko'rish kerak. Ya'ni minganingizdagi, bu zo'raka Mercedes yoki bo'lmasa Bentley yoki bo'lmasa bu Jiguli qanaqa mashina edi, o'sha minganingizdan keyin bilasiz qanaqa uni komfortini. Ya'ni bu narsalarni ham, ya'ni siz faqat jinsiy aloqa vaqtida gapiryapsizmi, bo'lmayapti deb yoki jinsiy aloqadan tashqari. Agar jinsiy aloqa vaqtida, misol, siz ertalab turyapti, jinsiy aloqa vaqtida emas, prosta raketa bo'lyapti, lekin kechqurun jinsiy aloqa vaqtida raketa bo'lmayaptimi? Demak, bu yerda sizda jiddiy muammo bor. Bu agar oldindan bo'lgan bo'lsa, bittasida venokluzivniy erektilniy disfunksiya bo'lishligi mumkin. Albatta buni aniqlab davolash kerak. Nimadan kelib chiqqanligini aniqlash kerak. Diagnostikadan keyin balkim dori bilan davolasa bo'ladi. Lekin yo'q, sizda agar jinsiy aloqa vaqtida emas, shuni kechasi turmayotgan bo'lsa, balkim u turishi shart emas. Jinsiy holatda ereksiyani o'zini fazasi bor. Bir xil odamlar kechqurun uxlaganda ham turishi mumkin, bir xil ertalab turmasligi ham mumkin. Lekin bu narsa jinsiy aloqa vaqtida muammo keltirmayotgan bo'lsa, ya'ni siz kechqurun soat ertalab turyapti, turganingizda 6 da turmayapti, lekin 12 da tam yo 10 da jinsiy aloqa qilganingizda turyapti, bu muammo emas. Shuning uchun savolni bersalaring ham konkretni beringlar va shunga qarab javob beramiz. Любом случае, agar sizda любой muammo bo'lsa, buni telefonda aniqlab oling. Bittasi ko'p gapirmasdan savol dorisini ayting. Biz bu yerda hech qachon dori aytmaymiz. Bu bizning baxilligimizdan yoki sizga bir narsani yashirishlikdan emas. Sizda oldin aniqlash kerak. Ya'ni siz bir bemor menga yana yozibdi, men kasal bo'lib qoldim, shu uylanganimga 2 hafta bo'ldi, turmayapti, yaqinlik qila olmayapman. Birorta dorisi bo'lsa ayting yoki bo'lmasa ukol bo'lsa ayting, men qilaman. Interesni sizdan bir joyga borsangiz, misol mashinangizda motori buzilib qolsa, taqillab yurmay qolsa, masterga telefon qilib aytasizmi, men telefon qilib mashina taqillayapti, yurmay qoldi, nima qilay? Bu aytgan zapchast olib borasiz, ustidan kular oldin olib kel mashinada, evakuatorga ham qo'yib bo'lsa olib kel deydi, olib borasiz evakuatorga qilib. Olib borasizda, keyin ko'radi, mana bu yerda buzilibdi, bu yerini to'g'irlash kerak. O'shanda ham to'g'irlashi noaniq, chunki u shu ko'rgan narsasini bilgan, bilimdan, opitidan, tajribasidan kelib chiqib aytadi motoristda. Ya'ni o'sha motorda qiladigan sizga kelgan o'sha nima usta. Bu odamning organizmi bo'lsa, uzoqdan turib bir narsa yozib qo'yish kerak ekan. Bu sizning loqaydligingiz, bu sizning o'zingizning sog'ligingizga javobgarsizlik bilan qarashingizligingiz va o'zingizni biz test qilmoqchisiz. Ya'ni xuddi mishkalar yoki quyonlarga o'xshab mishka nima qiladi, o'zini test qiladi. Shuni test qilish kerak emas. Albatta sizda muammo bor. Bu organizm, bu sog'lik, bu narsa sizga kerak.
birinchi navbatda shifokorga murojaat qilish kerak va siz agar bizga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, biz Moskvada va Toshkentda bemorlarni qabul qilamiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin va mana bunaqa savollarni berishdan oldin o'ylab ko'ringchi, qani sizda organizmingizda nima jarayon ketyapti va nima qilsa bo'ladi va nima bilan davolasa bo'ladiki, ertaga bu narsa yana sizga qimmatga tushib ketmasin. Bu agar xronический asoratlarga olib keladigan bo'lsa, balkim operatsiya qilishlikka to'g'ri kelardir va shunaqa bemorlar ham bizda bor. Vaqtida murojaat qilganlarda esa albatta o'sha dorilar bilan chiqib ketadi. Yani 1 yildan keyin boshqa muammo bilan keladi. Esizdami? O'sha dorini yozgandingiz, yaxshi bo'lib ketdim. Hozir boshqa muammo bilan keldim deydi. Ya'ni sizda agar boshida bu narsani aniqlasak, albatta sizga yaxshi yordam beradi. Hurmatli obunachilar, savollaring bo'lsa, yana kommentariyada обязательно yozinglar, o'qib albatta javob beramiz va sizlar bilan esa diplomli vrach-urolog Erkinjon Yulashevdi. Qolganlar bilan do'stlashing, podelиться qiling, like qo'ying va savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada nimaiki fikringiz bo'lsa, mana shu haqda ham yozib qo'yishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Jungle.